Hammaga assalomu alaykum. Biz Sherzod YouTube kanalidan sizlarga yangi rubrikada videolar tayyorlashga harakat qilamiz va bu birinchi soni. Rubrikamizning nomi tarkib. Inglizchasiga what is deb keyingi so'zni mulohaza qilamiz. Shunaqa. Bugungi sonimiz introduction bo'ladi, ya'ni kirish soni bo'ladi. O'zi chunki bu yangi turdagi podkast bo'lgani uchun birinchi o'rinda tushuntirib o'tmoqchi biza. Nima o'zi bu? Tarkib nima degani? Qayerdan kelib chiqqan o'zi bu so'z? Podkastda nima kutilyapti? Qanaqa bo'ladi? Birinchi qism introduction qilib, keyin sekin boshlayveramiz tarkib qilishni. Bu podkastda bitta hayotimizda ishlatiladigan so'zlardan, misol uchun so'zlar borki, shunaqa biz har doim ishlatamiz, lekin asl mag'zini qayerda to'g'ri ishlatilishini tushunmaganmiz. Hurmat degan narsalar bor, izzat degan so'zlar bor. Bularni biz bilmaymiz. Ya'ni tushunishimiz bor-ku, lekin to'liq o'zi nimaga qanaqa ishlatiladi o'shani his qilmaymiz yoki ma'nosiga yetib bormayapmiz. Shunaqa so'zlarni biz hozir o'rganib, tarkib qilib, ya'ni o'zi bu so'z qanaqa ma'noda ishlatiladi, qayerda ishlatish to'g'ri bo'ladi, nima uchun bunaqa so'z ishlatiladi degan narsalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bitta so'zlarni o'rganib chiqamiz. Bu har qanaqa so'z bo'lishi mumkin. Inglizcha, ruscha, o'zbekcha. Asosan o'zbekchaga harakat qilamiz, chunki o'zbek tilida masalan so'zlarni asl mazmuniga yetib borish muammosi bor. Ingliz tilida masalan tushunsa bo'ladi. Ingliz tilida lug'atlar ham ko'p, tushuntirilgan videolar ham ko'p. Aynan o'zbek tilida o'zbek so'zlarini ma'nosiga yetib borilgan ma'lumotlar, infolar yo'q. Bunaqa podkast qilishimizdan maqsad oramizda endi suhbat bo'lib turadi. O'sha paytda misol uchun bir ikkita so'zlar chiqib qoldi. O'shanda so'radi Sherzod bir mendan, "Men so'z nima degani?" dedi. Keyin "Okey, men tushuntirib bera olmadim." Keyin Sherzod shunaqa bir rubrikada videolar qilaylik, что hech kimda yo'q unaqa. Hech kim unaqa videolar qilmaydi. Misol uchun iqtiboslar bor, qaysidir temani olib chiqib gaplashib o'tirishligimiz mumkin. Bunaqa rubrikasi yo'q edi, shuning uchun mana shu rubrikani qiladigan bo'ldik. Qanaqadir unique USP bilan chiqamiz YouTube'ga. USP unique nima edi? Sales proposition. Shunaqa bo'ldi. Selling proposition, yes. Shundan boshlanib ketdi. Podkastlarimiz unaqa uzoq bo'lmaydi. 15 minut atrofida bo'ladi. Bitta so'zni ozgincha mulohaza qilamiz. Unaqa ko'p bo'lmaydi. Bemalol eshitib qo'yishga, ko'rib qo'yishga qulay. Oson. Zeriktirib qo'ymaydi degan umidamiz. Audio shaklida ham balkim tashlab beramiz kanallarda. Kimdir uchun audio eshitish qulay bo'ladi. O'zi asli podkast audio format hisoblanadi, asli. Keyin YouTube chiqib podkastlar video formatga o'tib ketdi, lekin aslida podkastlar masalan radiolarda eshittirishlar bo'lgan. Asli ovoz o'zi bo'lgan. Ovoz o'zi bo'ladi, video bo'lmaydi. Nimaga bunaqada desalar, toza havoda, tabiatda xohladik, чтобы mana ruscha so'zlarni ham ishlatamiz. Faqat o'zbek tilida emas, inglizcha, ruscha har xil tillarni ham ishlatamiz. Bu ham disclaimer. Podkast davomida toza o'zbek tilida gapirmaymiz, toza rus tili, toza ingliz tilida emas, aralash bo'ladi. Shunaqa qulay deb bildim. Chunki podkastda biz birinchi o'rinda xohlayotgan narsamiz qulay bo'lishi, avval o'zimizga qulay bo'lishi, ikkinchi o'rinda eshitayotgan eshituvchi listenerga iloji boricha qulay, tushunarli bo'lishi. Shu uchun ham qanaqadir studiyada yoki qanaqadir boshqacha settingda emas, mana shu tabiatda. Chunki mana bunaqa narsada o'zi tarkib qilish ham bitta narsani, bitta so'zni mag'ziga yetib borishdi. Mag'ziga yetib borish bo'lsa, insoniyatda ham mag'zi tabiatda-da baribir. Chunki biz ham mana shu qumda olingan biza aslimiz tabiatda bo'lgani uchun, davay o'zimiz ham aslimizga qaytaylik. Plus shu so'zlarni ham asl ma'nosini o'rganaylik degan maqsadda tabiat tanlandi. Shu uchun mana bugun haykingga chiqib, borsa kelmasda biz o'zimiz bilmaymiz qayerdaligimizni. Bir 2 soat, 3 soat yurib, mana shu o'rmonlar orasidan o'tib, mana shu joyga kelib qoldik, shu yerda ovomiz. O'zi tarkib degan so'zdan boshlaylik. Tarkib degan so'zni men qayerdan eshitganman? Nima degani? Birinchi marta bu so'zni Ayzakani mentorstvalarida Ayzaka bizga ko'p uqtirardilar, что shu so'zlarni mazmuniga yetib borish kerak, shuni tarkib qilish kerak edi. O'shanda aytib berganlar, tarkib bu Qur'on olimlarini o'sha tafsir yozayotganda har bitta so'zni tarkib qilib ular tafsir yozadi. Ya'ni masalan birinchi oyat deylik Fotihada keladi, alhamdulillahi deb kelganda, nimaga alhamdulillah deb turib, olimlar shuni naqd qiladi, tarkib qiladi. Nimaga masalan akbar degan so'z ishlatiladi, nimaga akbar, masalan buyuklikni boshqa so'zlari ham bor. Lekin nimaga aynan shu so'z tanlangan deb turib tarkib qilishadi. Shundan kelib chiqqan narsa so'z, tarkib degan so'z. Ayzakani aytishlari bo'yicha shunaqa. Lekin biz bu yerda faqat diniy kontekst emas, o'zi umuman kunlik hayotimizda ishlatiladigan, lekin asl mazmuniga yetib bormaydigan so'zlarimizni tarkib qilamiz.
universitetimizga Jon King degan spiker kelgandi. Amerikalik. Mana shu odamning bitta gapi menga yoqdi. Ilm haqida, mana ilmni unaqasida endi bu tarkibi deb olsa bo'ladi. Ilm nima desa, u aytdi, ingliz tilida aytayapti. Knowledge is a distinction deyapti. Ya'ni distinction. Distinctionni lug'atdan qidirsalaringiz bo'ladi. Buni masalan pastda ham balkim subtitr qilib chiqaramiz. Knowledge is a distinction. Distinction nima degani? Distinction bu farq degani, farqlash degani. Jon Kingni o'zi bitta chiroyli misol bilan tushuntirgandi. Mashina kapotini deganda, men ochsam deganda, men uchun bitta bir buyum nima deydi? Axlatmi shunga o'xshagan temir tersak tuyuladi. Ya'ni it's just a mess for me degani ingliz tilida. Lekin agar santexnik o'tsa uni ichini, u uchun o'zi motor, akkumulyator, dvigatel, o'zi ilmi bor-da unda. Nima o'sha ilm bu farqlash degani. Shu uchun ham ya'ni tarkib qilishdan o'zi nimaga tarkib qilish kerak degan savol bo'lsa, nimaga o'zi so'zlarni asl ma'nosiga yetib borish kerak desa, shu o'zi asl ilmni paydo qiladi. Agar so'zlarni ma'nosiga bormasak, masalan, hurmat izzat farqiga bormasak, biza hurmat ham qila olmaymiz, izzat ham qila olmaymiz-da, to'g'rimi? Akkumulyatorni nimaligini bilmasak, akkumulyator buzilsin, uni tuzata olmaymiz. Xuddi shunaqa narsa bo'lganda, o'sha kunlik ishlatadigan so'zlarimizni mag'zga yetib borib, ilm hosil qilish shuni ortidan. Ya'ni farqlash, so'zlarning farqiga borish. Masalan, o'zi Husaynxon ustoz darsliklarida ko'p shu haqida ham gapiradi. Masalan, go'zal, chiroyli, nafis so'zlarda hurliqo. Farqi nimada? Farqi bor-ku baribir. Yoki bashara, yuz, aft, bet. Xuddi shunaqa. Bular hammasi bizda farqi yo'q. Biz bir xil ishlatamiz, lekin aslida farqi bor. Farqi yo'q degani, demak bizda ilmi yo'q degani. Shu ilmini hosil qilish bizani bu podkastimizdan maqsad. Avvalo o'zimizda, chunki biz agar shu podkast bahona bo'lmasa, izlanmaymiz-da baribir katta ehtimol. Aynan shu podkast bahona bo'lib, o'zimizdan ilmni orttirish. O'zimizda ilm ortadi-da. Xo'p, birinchi sonimiz bizda shundan iborat edi. Rubrikamizni kuzatishda davom etinglar. Biz xudo xolisa har hafta yangi video chiqarishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar. Birinchi epizodda ko'rishguncha, xayr. Bu 0-sit.